Sardor, bor. Kuzatuv kameralarini hammasini och. Xo'p, oyijon. Men yo'q paytimda Xudo biladi, kimlarni uyga kirgizganingizni. Endi bolang seni dushmaning emas birinchidan. Kelsa kepti o'zini uyiga. Hozir menga dushmanlik qilyapti, oyi. Qizim, bu qilayotgan ishlaring yaxshi emas bolam. Sardoring bunday otasiga mehr berib qaramasa, sen qaramasang. Erim o'zi sababchi hammasiga. Qilgan zulmlarga javob olyapti. Jazoni sen emas, Alloh beradi. Men ham jazo beraman, oyi. Men uni azob tortayotganini ko'rishim kerak. Tavba. Menga qara, qizim. Ha, yaxshi qiz. Senchi bosar tusaringni bilmay qopsan. Men kimligimni yaxshi tushundim. Oyi, Ha, nima bo'ldi? akam kelib ketibdilar. Oyi, bu nima qilganingiz? Meni aldashingiz yaxshimi? Endi menga qara qizim. Ering ham, o'zing ham, o'g'ling ham mana shunday jonimga tegdi. Men senlarga qorovulmanmi? Yoki kasal qaraydigan sidelkaman, ha? Men seni onayman. Yoqmayotgan bo'lsam, ketaman. Bilganinglarni qilinglar. Men uyimga ketaman. Menga desa, shu eringni suvga olib borib cho'ktirib yubor. Shu katta o'g'lini ozgina bo'lsa ham vijdoni bor ekan. Otasiga qarab, ovqatlantirib, suv ichirib, kiyimlarni almashtirib ketdi. Men katta gursiday odamni qanaq qilib kiyintiraman? Evlamasam axir uni.